Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mustafa Uz kanalining ashaddiy obunachilari, chorva, qo'y, YouTube ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, Xudo xolasa video syomkamizda Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha Arzonchi Optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Videoni boshidan bittadan like bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lib turasizlar. Mana shunaqa qo'chqorlarni ona bolalaridan Xudo xolasa zotga zo'rlaridan yetib kelgan. Barra qo'zilar, sog'liqlar hammasidan bor emas aka bugungi Xudo xolasa. Hammasidan bor. Barra qo'zilar, yena bollar juda go'zallardan chiqadi Xudo xolasa. Hafta kunimizga chorshanba, hurmatli obunachilar. 2026-yil 17-mart, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa o'zimizni qo'ramizdan Mansur akam bilan Xudo xolasa chiroyli qilib video obzor qilib beramiz. Bittadan like bosasizlar akalar. Xudo xolasa qo'chqor birinchi partiyamizga zot yo'nalishiga qo'chqorni haqiqiy tozasidan yetib kelgan. Chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xudo xolasa. Xo'p, qo'chqorimizni akalar bo'y basidan boshlayverdik Mansur aka. Ha, bo'ylardan boshlayverdik. Nechiga obunachilarga nechiga beramiz bo'yini aka? 93 ga olishaveradi. 93 ga bo'y baslar. 93 ga. Toza 93 bo'y baslar. 95, 96 demaymiz. Ha. 93 ga olishaveradi. 90 plyusda ekan, xudo xolasa 93 chiqibdi bo'y baslar akalar. Toza 93. O'lchab ham ko'rsatamizmi yo o'sha javob qilaveramizmi 93 ga? Javob ham qilaveramiz. Bo'ldi. Ko'rsatib qo'raylik. Mana. Chiroyli qilib. Ishida yaqinlashtirib. Bo'ldi. Xudo xolasa mana akalar. Yerdan balandligi mana. O'zlari ko'rishadi. Chiqqani qolaverasizlar, xudo xolasa. Chiqqani qolaveradi. 94 chiqyapti. 93. 93 ga ketaversin. O'yerim bo'ladi. 90 plyusda ketaversin. Xudo xolasa. Ha. Xo'p, obunachilar. Yosh oyligini nima deymiz Mansur aka? Yosh oyliklari 2 tishlar. 2 tish, realni ko'rsatib qo'yaylik-da. Obunachilar 2 tish. Mana 2 tish. Xudo xolasa. Urug'liqqa haqiqiy tozasini boqamiz deganlarga tavsiya qilamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mansur akam bilan Xudo xolasa bog'lanasizlar, ishlaring bitadi. Razrezini ham ko'rsatib qo'yilg'i. Mana obunachilar razrez. Xudo xolasa dakansa razrez mana. Gap bo'lish mumkin emas razrezga. Mana qo'yimizni yeb ichtilari, sog'lik salomatliklari Xudo xolasa zo'r, ideal hammasi. Mansur aka, gap endi pulida qoldi. Nima deymiz? Endi pulni Necha pul qilib beramiz obunachilarga aka? Obunachilarimizga Dostonbek Ayting, chiroyli qilib ayting. 15 million emas, 14 million berishyapti. 14 million so'mga dastlabki O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Dastlabkasi akalar O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Xudo xolasa ikkita qo'yimiz. Turishini qaram qo'ydi. Qo'yga gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, qo'y uzun holatda, hamma yo'g'i ideal. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Xayri bo'ladimi telefon qilganga? Telefon qilishaversin-chi, Xudo xolasa xayrini qilib beramiz. Xayrini qilib beramiz, Xudo xolasa. Akalar, xayrlari bo'ladi. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Ona bolalarni ham yaxshilari yetib kelgan. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Keyingi partiyaga o'taveramizmi sekin? Xudo xolasa keyingi partiyaga o'taveramiz. Bo'pti, keyingi partiyaga o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bizda ikkinchi partiyamiz ona bolani haqiqiy bolasi qo'chqoridan qilib yurgan obunachilarimizga tavsiya qiladigan Arashan qo'chqorchamiz. Hurmatli obunachilar, mana bittadan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa. Mansur aka, necha oylik bolasi? Bolasi 15 kunlik bo'ldi. 15 kunlik. Bir oylik emas, 15 kunlik ekan. Hurmatli obunachilar, mana Qirg'iziston baldaqlari bilan Xudo xolasa. Mana obunachilar, Xudo xolasa sekin ma'lumotlarni beramiz. Bolasi 15 kunlik, bolasi qo'chqor. Bolasi qo'chqor.
Bolasi qo'chqor ekan haqiqiy. Quloq joylashuvlarini qaranglar bolasini. Ideal xudo xolasa obunachilar. Zo'rini olib boqamiz degan obunachilarimizga bemalol tavsiya qilamiz xudo xolasa akalar. Onalarning quloqlari butun xudo xolasa. Necha chiqadi Mansur aka onasini bo'yi? Onasini bo'yi 80 chiqadi. 80 plyusda. 80 chiqadi. 80. 75 plus. 80 ta. 80 ga olishaveradi. Olishaveradi, 80 ga olishaveradi. Xo'p. Akalar, yosh oyligi qanaqa onasiniki? Onasi endi shakka o'tdi, birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Xo'p, endi tish yorib, endi shakka o'tyapti ekan-da. Shakka o'tyapti ekan, birinchi bolasi, hali yosh narsa, hurmatli obunachilar. Bemalol uzoq muddat bolasini olib yuraman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Videoni shunaqa qarindosh urug' tanish bilishga jo'natib qo'yasizlar akalar. Qidirib yurganlarga. Bolasi qo'chqor. Bolasiga mana ahamiyatini qaranglar, oq yuzidan xudo xolasa. O'ta go'zalidan yeb ichishlari xudo xolasa, sog'lik salomatliklariga bir hafta kafolatlari beriladi. Yeb ichtilariga akalar. Xo'p, bo'y bastlari 80. Yosh oyligini aytdik. Bu ham narxida qoldi endi. Necha pul qilib beramiz endi buni? Dostonbek. Ha. Bo'ladiganini aytasiz. Bo'ladiganini qilaymi? 10 million bersin O'zbekiston bo'yicha dastavkasi. 10 million O'zbekiston bo'yicha dastavka bor. Xudo xolasa bolasi qo'chqor hurmatli obunachilar. Baquvvatliklarini qarang bolalar bolasiga. Kassaklariga qaranglar, xudo xolasa hamma yo'g'i zo'r, idealidan. Quloqlarni ham dumbalaridan xudo xolasa. Go'zal qo'chqor. Yuzlari ham Xo'p. yuzda qo'chqor. Gap bo'lishi mumkin emas, qo'yga akalar bemalol aloqaga chiqasizlar. Xayri sunnati bor-a, ozmoz. Telefon o'sha olsa sunnatini qilib beramiz. Tamom, aloqaga chiqaverasizlar. Bizda navbat keyingisiga qanaqalari? Keyingilariga barralarni zo'ridan kelgan. Barra sog'liqlari zo'ridan, ha? Haqiqiy ko'paytiraman deganlariga. Ko'paytiraman. O'ta go'zallari kelgan. Tamom. Like'ni bosib tursin, xudo xolasa olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, bizda 3-partiya, xudo xolasa sog'liqlarni, qo'zilaridan xudo xolasa baqamiz degan obunachilarimizga yosh variantlaridan, ideallaridan, tozalaridan yetib keldi akalar. Mana. Bir dona qo'chqori bor, ana shu yemi yetgan ana shu qo'chqor, ha? Ha, qo'chqor. Qo'chqorni ham tozasi, haqiqiy zo'ridan. Mana to'talasi aka sovliq, urg'ochi. To'talasi sovliq, urg'ochi. Urg'ochlaridan. Bitta bodam gulimiz ham bor ekan. Bodam gulimiz ham bor. Mana hurmatli obunachilar. Ekazachchi qo'ylar, xudo xolasa. Hali yosh variantlari 4 oylik atrofi, 4 oy 5 oylik atrofi. 5 oy atrofida. Mana hurmatli obunachilar, mana shu bittasi qo'chqor. Qolgan to'talasi urg'ochi variantlaridan. Bodam guli garbonoslarni qarang. Yeb ichtilari, sog'lik salomatliklari zo'r emas aka, xudo xolasa. Obunachilar mana yuzlarini qaranglar. Qo'ydi qaranglar. O'ta hammasi butun bir qora variantida, xudo xolasa. bitta qo'ra. Bitta qo'chqor, 4 ta urg'ochisi, xudo xolasa. Maza qilib, ko'paytirib boqib yuramiz degan obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Narxlari ham xudo xolasa yo'lida bo'ladi akalar. Sizlardan bittadan paddishka qilib like bosib turasizlar inshaalloh. Narxlarni ham. Mansur aka, bo'y basini nechiga beramiz endi buni? Bo'y basini xudo xolasa 70 plyus olishaveradi. 70 plyus olishaveradi. Xudo xolasa akalar 70 plyusda ketadi bo'y baslari. Qo'ylarimizga gap bo'lishi mumkin emas mana. Akalar quloq joylashuvlari, garbonoslar o'ta kelgan variantlaridan xudo xolasa. Xo'p, hamma yo'g'i akalar kelgan, xudo xolasa pullari ham arzon bo'ladi. Mansur aka, bitta og'onga narx aytasiz, hammasini og'onga. Optimiga. Bitta narx aytaman bo'ldi. Ha, chiroyli qilib xudo xolasa. Hammasini olaman deyishgan qo'chqor, so'lni hammasini olaman deyishgan. Bitta joyga oladiganimiz 5 million 300 dan yetkazib beraman. 5 million 300 ming so'mdan dastlabki O'zbekiston bo'ylab. Hurmatli obunachilar, nima deyapti? Hammasi yeb ishlar joyida. Jonivorlar kiyik. Xudo xolasa ana, akalar yuzlarini ko'ringlar, haqiqiy qo'y bo'laman deb turibdi. Mana. Yoshini qilib yurgan obunachilarimiz bormidi? Qo'zilaridan xudo xolasa. Bitta qo'chqori bor, 4 ta urg'och ketaveradi. 5 million 300 ming so'mdan emas aka.
5 million 300 ming so'mdan hurmatli obunachilar O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari bor. Aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Bizda so'nggi partiyamizmi bu? Bizda so'nggi partiyamiz. Xo'p, bizda akalar so'nggi partiyamiz shu ekan. Videoda xato kamchiligi bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoda oxirigacha ko'rgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Videodan like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shunaqa zo'rlar chiqqanda xudo xolasa o'sib ketib turasizlar. Biz turamiz Xudo xolasa. Xo'p, akalar 5 million 300 ming so'mdan sunnatiga ozmaz o'tib beramiz, aloqaga chiqaverasizlar akalar.